Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga Monix brendidan Android platformasida ishlaydigan 50 talik va 55 talik televizorlarni chegirma narxida qilib beramiz va narxini video oxirida aytamiz. Ushbu televizorlarimiz 4K Ultra HD formatida, ya'ni 3840 ga 2160p da ko'rsatadi va nihoyatda ranglari yorqin ranglarda va ko'rishingiz mumkin, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan va asosiysi 50 taligimiz VI matrisada va 55 taligimiz IPS matrisada bo'ladi va yondan yoki burchak ostida ko'rilganda ham tasvirlar xiralashib ketmaydi. Va ushbu televizorlarimizda qo'shimcha pultlari bor. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek ikkita pulti bor. Birinchisi oddiysi va ikkinchisi ovozli boshqaruvga ega pulti, ya'ni голосовой управление deyiladi. Va ushbu televizorlarimizga Monix brend tomonidan 2 yil garantiya beradi va asosiysi narxiga keladigan bo'lsak, 50 talik televizorimizni sizning mijozlarimiz uchun 3.100.000 so'mga va 55 taligini bo'lsa 3.750.000 so'm qilib belgiladik va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'lgan bo'lsa obuna bo'lish va like tugmalarini bosishni unutmang.